Ke, mana shu yoqda. Janob mer yangi olgan mashinasi mana shu joyda. O'g'irlay olamiz o'zi. Bilmadim, o'g'irlay olsa kerak, sen mashina haydash bilasanmi? Yo'q, men sen bilasan deb o'ylab yuribman hali. Men ham bilmayman-ku. Qanday o'g'irlaymiz bo'lmasa? Itarib ketamizmi? Yo'q, itarib ketib buni qiyin emas, itarib ketish. Unda nimadir o'ylab topish kerak. Bilmadim, o'shani sen o'ylab kelgansan deb o'tiribman hali men. Yo'q, bo'lmaydi, buni itarib ham ketib bo'lmasa og'ir ekan-ku mashina. Yo'q, nimadir o'ylab topish kerak. To'xta, men mana tiqilib qoldim. Chiq, bu yoqqa, nimaga bu yoqqa tiqilasan? Bilmadim, shu yoqqa tiqilib qolyapman nimagadir. Bo'ldi, ketamiz, qarochi. Nima bo'ldi senga? Voy, nima bo'ldi? Mayli, men bir o'zim ketaman endi. Ketdim, qarochi. Jim turing shavqunlamang uyqu ichida ul pari degan qo'shiq chiqibdi, ko'ryapsizlarmi? Takoy qo'shig'i menga juda ham yoqdi. Atak notebookim ham takoy o'zi, lekin karnay unchalik yaxshi emas, qo'shiqni yaxshi chiqarib bermayapti. Nimadir o'ylab topamanmi, qarochi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joe Havaslar yangi videodasiz. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoga like bosib oxirigacha ko'ringlar, chunki videoning oxirida zo'r joylari bo'lishi mumkin. Qarochi, men qurolimni bir chang-bangni artib qo'yishim kerak, lekin voqea chang bo'lib ketibdi. Mayli, keyin artib qo'yaman. Hozir polizdagi ishlar bor, yana boshqa ishlar bor, ishlarni ham hal qilish kerak. Bugun bahorda juda ham chiroyli kunlardan biri bo'lyapti. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman, men 13-qishloqdaman. Mana shu qishloqda qarochi yashab mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribman. Voy, tushib ketdim. Bosh yetmay turdi. Endi qanday chiqaman? Hozir nimadir qilib chiqish kerak. Shu yetmay turdi ya, mayli ozma toshdi. Debni chiqib ham bo'lmaydi. Nimadir qilib chiqishim kerak hozir. Ertalabdan nimaga shu joyga tushib ketdim? Voy, tutib ham bo'lmayapti. Qarochi bir amallab chiqdim. Hozir janob mer mashinasini kapotini kim ochib ketdi? Tushunmadim. Uydami janob mer? Davida ekan. Bilmam kimdir ochgan shekilli. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Kakras o'zing jo'xasi kerak menga. Nima gap? Nima bo'ldi? Mana mashinamni kecha o'g'irlab ketishmoqchi bo'ldi ikkita o'g'ri. Keyin nima bo'ldi? Keyin bittasi o'lib qoldi. Qanaqasiga o'lib qoladi? O'g'irlardi bittasi. Mashinamni ocha olmadi, haydab keta olmadi. Yaxshi. Demak, mashinangizda haydab ketishga tushunmagan. Demak, endi bular yana qaytib kelishi mumkin. Nimaga qaytib keladi? Endi haydashni biladigan odamni olib kelsa kerak-da. Bilmadim. Xullas bitta garaj qurib bor. Bo'pti, hozir quraman. O'zi garaj doim shunaqa deydi-yu, janob mer. Mayli. Tak, qalaysanlar, yaxshimisan, ishlar yaxshimi? Bo'pti, sanamni keyin gaplashamiz. Hozir menda yana ishlar bor edi, atashmasam. O'zi garaj qurishdan boshqa ishim yo'q edi-ku. Mayli, polizdagi ishlarni qilib qo'yaman. Polizdagi ishlar tugagandan keyin garaj qurishni boshlayman. Ana u janob merda mashinasi uchun. U mashinani qayoqdan olgan bilmam, yangi olgan shekilli. Ancha vaqt bo'ldi, lekin bunaqa mashina olmaganiga janob mer. Lekin olibdi-da, qarochi. Hozir mana bularni hammasini yig'ishtirib chiqsam, okey, cho'tka ajoyib. Bu tomonnikilarni ham shunaqa qilib yig'ishtirib chiqaman va mana kartoshkalarda hosil bugun cho'tka. Atak boshqa narsaga nisbatan, misol bug'doy yoki sabziga nisbatan yaxshi ekan kartoshkani hosili. Hozir kartoshkadan qovurib turib kartoshka fri tayyorlab yesam ham bo'laveradi. Menga maza bo'ladi keyin, qarochi. Hozir bu yoqqa sabzilarni ekaman. Sabzi tugab qolmasa bo'lgani, tak tugab qayoqqa tugab qoladi o'zi. Sabzi kam bo'lsa, kartoshkalar bu yoqda yana buzib qo'ydim. Hozir to'g'rilaveramiz. Kartoshkalar kam deyapman. Kartoshka ko'p, sabzi kam. Sabzi kam. Bu yoqqa bug'doy ekaman hozir. Bug'doy 20 nechtadir bor ekan. Yetarmikan shu yoqqa takansi ekishimga? Yetib qolar. Hozir mana bu tomoniga ham ekib chiqaman. Okey. Mana va ikkita yetmay qoldi. Mayli, ikkita sabzi ekib qo'yamiz. Menimcha juda ham ajoyib bo'ldi. Suvning ichida ham tushib qolganlari yo'q. Men yerda yopib ketaman. Hozir janob merga shundoq soliqlarni beramanda, keyin qarochi ish boshlayman, garaj qurib boshlayman janob merga. Janob mer, men keldim. Soliqlarni olib keldingmi? Soliqlarni olib keldim. Men sizga berishim kerak bularni. Mana cho'tka. Qo'limdagi bu ikkita chirik kartoshka beraymi sizga? Yo'q, musorga o'tib bor, ko'chaga chiqarib bor. Nima bo'lgan bularga? Chirigan dedim-ku. Yo'qotini. Bo'pti, yo'qotaman hozir. Lekin garajni mana shu yoqdan qursammikan? Shu yoqdan qursam hamcha chiroyli turadi. Farqi qayoqdan qursam ham muhimi chiroyli turishligi emas. Muhimi o'g'irlar urib ketmasligiga mashinani. Hozir juda ham chiroyli mashina ekan, lekin ichi saloni xunuk ekan. Chunki eski mashina bu. Jiguli bo'lgandan keyin eski bo'ladi-da. Haydab ko'raylik chiqani. Haydasa bo'lar ekan, yaxshi mashina ekan. Hozir qaytarib olib kelib turib, mana shu yerga qo'yib ketaman. Tak, mana bo'ldi. Shu yerga hozir ustiga garaj qurib tashlasammikan yo boshqa joyga quraymikan? Ideya o'ylab topish kerak. Qanaqadir ideya qilib turib, keyin qurishni boshlatish kerak. Keyin bitta narsa aytdi janob mer, ya'ni mana bu uyni
nimadir qur dedi, lekin tushunmadim. Hozir telefon qilayinda. Allo janob mer. Ha, nima gap, Jo'xa? Короче, mana bu eski uyni nima qildingiz? O'sha o'g'rilarni tutib olishimiz kerak. O'sha tutganimizdan keyin qamab qo'yamiz. O'sha uyni qamoqxona qilib qo'y. Bo'pti, qilib qo'yaman. Sen qanday gaplashyapsan? Qulog'imda naushnikim bor-ku. Keldingmi? Ha, keldim. Nima farqi bor? Telefonda gaplashsam ham bo'lardi o'z siz bilan. Ha, shunaqa. Xonangizda nima hech narsa yo'qmi? Yo'q, o'zi bitta uxlaydigan kravatim bor, bitta stol bor. To'ldirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Men qanaqa narsalardan quraman? O'rmondan topib kel, yo zakaz qilib olib keltirib beraymi? Farqi yo'q. Olib keltirib bersangiz yaxshi bo'lardi lekin. Kutib tur yoki borib o'rmondan olib kelaver. Bo'pti, hozir men unda o'rmondan olib kelganim qulaymi deb o'ylab qoldim. Chunki u zakaz kim qachon keladi? Kelguncha men ikkita garaj qurib bo'lamanmi? Garaj bilan qamoqxonani ham birdan qurib bo'lamanmi? Hozir tak eshikni ochmasdan qanaqasiga sakrab kirmoqchi bo'layapman. Mana bu narsalar kerak yo'q hozir menga. Endi xo'p, qurolni ham olish kerak, chunki o'g'rini tutib olishim kerak-ku axir. O'g'ri tutilmasa bo'lmaydi. Men qurol cho'tki qurol, lekin bor qo'riqlab chiqaymikan bu kecha? Menimcha mashinani qo'riqlab chiqqanim yaxshi-da. To'g'ri, mana buni ustiga chiqib qo'riqlab chiqaman. Garaj qurgandan ko'ra tepadan qo'riqlaganim yaxshi, chunki garaj bo'lsa ular o'g'irlashga kelmaydi. Shu holatda o'g'irlashga keladi. Ya'ni, короче, mashina eshikda turganda ular o'g'irlashga kelishadi. O'sha yerda o'tirib kutib tursam, ular kelgandan keyin sras tushaman-da, ushlab turib qamab yuboraman. Yo, pastdan kuzatay. Merda uyini ustidan kuzataymikan? Yo, mashina oldidan kuzataymi? Tushib turib sras otib yuboraman keyin. Zo'r idea. Короче, kutib turaman hozir. Janob mer, men o'zi qo'riqlashni boshladim. Davay. Bo'ldi, короче, qo'riqlayman. Garaj qurish atmen. Davay. Xo'sh, menimcha o'sha kech tushdi. Bemalol borib hozir qo'riqlashni boshlaversam bo'ladi. Qayoqdan qo'riqlasam ekan? Tepaga chiqib qo'riqlayman. Tepaga chiqib qo'riqlayman, kanishna. Qochib turlaring, oy. Menga qara. Men qara, qoch dedim, o'zbek tili tushunsam yo tojik tilida gapirib tashlayman. Tojik tilini bilmayman, lekin Google Translator bor, o'shandan foydalansam bo'ladi. Tojik tili bormi ekan Google Translatorda bilmayman. Mana o'sha mashina shu yoqda turibdi. O'g'rilar, ana o'g'ri kelyapti. Men uyim tomondan kelyaptimi? Tushunmadim. Bitta-ku bu. Bittasi o'ldi degandi janob. Qurolni bekor otib yuboribman. Qochib ketishi mumkin. Sezmadi shekilli. Hozir tutib, sekin tushib borib tutamanda, rejam bo'yicha, ya'ni tomdan kelamanda, sirazi, to'y, to'xta o'rvatcha. Iltimos meni qo'yib yuboringlar, men bilmagandim. Nimani bilmaysan? Sen bilib turib o'g'irlik qilyapsan-ku. Iltimos meni qo'yib yuboringlar, janob, men iltimos. Yo'q, sen meni mashinamni o'g'irlamoqchi bo'lding. Endi seni qamaymiz. Iltimos, qamamanglar. Qarab. Kechasi bizni uyqudan qoldirib, sen qo'riqlab chiqishga majbur qilding. Endi sen qamamasang bo'lmaydi. Короче, men hozir qamoqxonani so'zlab kelay, aytgancha esimdan chiqibdi qamoqxona qurish. Kechasi quraman men qamoqxonani. Farqi yo'q, Zulliboy, bir ikkita joylarni o'zgartirib tashlayman, qamoqxona tayyor bo'ladi. Keyin cho'tki qilib qamoqxona quraman, lekin dabdalasi chiqib o'tdi. Bu yerda qalay qamoqxona qilaman bilmadim. Hozir uyimdan borib bir ikkita asbob uskunalarni olib kelib turib, qurilish ishlari boshlasam, cho'tki qilib bitta qamoqxona qursam, keyin o'sha o'g'rivachchani qamab qo'ysak, olam Guliston va keyin bemalol men tinchgina uxlasam bo'ladi. Nimalar olsam bo'ladi? Kirkani olish kerak-da. Bitta qilich ham kerak edi-ku, mayli, keyinroq qilichni ham tashkillashtiraman o'zim. Hozir esa borib, daraxt olib kelish kerakmi? Bir ikkita taxta, tosh degandek tosh olib chiqib, birinchi shaxtadan kirib, keyin daraxtdan taxt olib kelaman. G'ordan shaxta, shaxtadan tosh, daraxtdan taxtami, xullas to'g'ri kelmas ekan. Qofiya qilmoqchi edim, lekin hech qanaqa qofiya bo'lmas ekan. Shunchaki eshigini yopib qo'ysam-cha, bir tomon teshiklarni yo'qotib tashab, lekin buni sindirishimizga qilich kerak. O'zini sindirish uchun 2 soat 34 soniya vaqtim kerak. Hozir sinmayapti bu. Bu sinadigan narsa emas-ku axir. Bu titiladigan narsa. Bu titilmayapti lekin. Qachon oradan yillar o'tib titiladimi, bu oradan milliard yillar o'tib ketadi, bilmayman buni titilgunicha. Oho, yaxshi ozgina qoldi va nihoyat titib bo'ldi. Всё, mana teshik joylarni shunday yopib qo'yayin. Men bu yerda ham bitta bundan o'zi o'ta olmasa ham kerak, mana ustini yopib qo'ysam bo'laveradi. Mana shunaqa qilib kichkina qilib qo'ysam bo'ladi-ku. Tosh ham hech narsa yetmadi. Qo'yaylik, hozir borib bir ikkita narsa olib, daraxtni bo'lib turib taxtaga aylantirib yuborsam-chi, to'g'rimi? Dahshat idea, ko'ryapsizlarmi? Shuni taxtaga aylantirib yuborsam, hozir bemalol xohlagan joyimda yopishim ketadi. Hozir ichkariga kiramanda, ichkarisini o'sha derazalar atrofini yopib tashlash kerak. Derazadan ham qochib ketishi mumkin axir. Bosh o'rgimchaklar ham shunaqa joyga uy qurib to'r qo'yib ketadimi? Bu tomonda ham deraza bor ekan.
yopilamiz debman. Короче, ichkari tomondagi mana bunaqa joylarni ham yopish kerak. Короче, umuman qochib ketishni iloji bo'lmasligi kerak. Endi men bu yoqqa mana bunaqa qilib devor qo'yaman, bitta eshikcha qoldiraman, bemalol qochib keta olmaydi ekan. Qochib ketmasligi ham kerak, chunki biz uni qiynashimiz kerak. Endi mashina o'g'irlashga harakat qilgani uchun ancha vaqt u jazolanish kerak. Tushundinglarmi? Короче, janob mer, qamoqxona tayyor. Bo'ldi, olib borib qama unda. Braton, yurasizmi o'zingiz yo ko'tarib olib boraymi? Boraman. Ketdi, yur, qani qamoqxona. Orqangizda antennani belgisi bor ekan-a? Men 5 ta antenna ishlab chiqaraman-da. Qanaqasiz? Ishlab chiqaruvchimisiz? Voy, meni ushlay olmaysan. Tentak, to'xta, qayoqqa boryapsan? Hozir o'ldirib tashlayman. Ana u mana bu yoqdagi qamoqxona. Bu musorxona-ku, qanaqa qamoqxona? Bu uyda men yashaganimcha qanday yashayman? Farqi yo'q, kirishgari hozir men bu yoqda yopib qo'yaman, tushundingmi? Chiqib ketsang o'lasan. Bo'pti, chiqa olmayman. Vobshe dahshat qamoqxona-ku, bu kuchli ekan. Qara, men shu yerda turaman deb o'ylaganman. Tentak, sen taxtadan ham qamoqxona qurasanmi, garang? Tentak, to'xta, o'zing tentaksan, hozir o'ldirib yuboraman seni. Qo'lingdan kelarmikan? Qo'limdan 2 marta keladi. To'xtab tur, hoy yaramas. Obbo, nima qilyapti? Qochib ketdi-ku bu. To'xta deyapman. Qayoqqa ketyapti? Obbo, yo'qolib qoldi-ku. Qayoqqa ketdi? Ana, ko'rdim. Qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Obbo, janob merga nima deyman endi? Qamab qo'y degandi. Hatto o'ldira olmadim, ham qochib ketdi. Mayli, hozir janob merga bir nimalar deb tushuntirishga harakat qilaman. Janob mer tushunamiki? Voy, nima bo'ldi? Mana bloglar kerak yo'q. O'sha yoqqa tashab ketayin. Olib ketaymikan? Hozir to'xtanglar. Janob merga qanday tushuntiraman buni qochib ketganini? Qanday tushuntirishim mumkin? Janob mer koshki tushunsa ekan, menga keyin gapirib tashlashi mumkin. Seni deb bo'ldi. Sen qilgansan. Sen qochirib yuborgansan deydi. Men qayoqdan qochib bilib qochirganim yo'q-ku men. Qayoqdan? Obbo, shu yetmay turibdi. Hozir janob merga aytishim kerak. Janob mer. Nima bo'ldi? Qamab qo'ydingmi? Yo'q, qochib ketdi. Tetaymisan, bitta nahotki o'g'rini ushlab tura olmasang. Hatto o'tolmadim, ham qochib ketdi. Jiddiy ekansan. Nima o'zing joyingda asabiylashasan? Bo'ldi, ketsa ketibdi. Endi yana qaytib keladi hali keyinroq. O'shanda ushlab olasan. Bo'ldi. Bo'pti, mayli janob mer, men ketdim unda. Borib uyda o'tiraman. Короче, uxlayman, endi. Uxlamasam bo'lmaydi. Asabim yomon buzildi, lekin boronasini emsin.